Jimmy, tur. Maktabga borishing kerak, tez bo'l. Hozir aka, turaman. Maktab vaqti bo'ldi, tezroq kiyimlaringni kiyda maktabga ketishing kerak. Xo'p, hozir. Xo'p, tez bo'l. Bo'ldi aka, men turdim. Maktabga ketaman. To'xta, ovqatlanmaysanmi? Yo'q, shart emas, qornim to'q. Hammayli o'zing bilasan. Ukam ham ketdi. Ana endi men ishga ketishim kerak. Hozir men pullarimni olib ishga ketaman. Va kiraman va soat уже 9 bo'lib qoldi. Ish vaqti ham bo'lib qolibdi. Ishim soat 10 da boshlanadi. Mayli, pullarimni olib olaman va uyda kalitini olib olaman. Eshik qulflashi kerak bo'ladi. Hammasini oldim, endi ishga ketsam ham bo'ladi. $225 pulim bor ekan hozir. Bugun ham pul topib ishlab kelaman, $50 va eshikni yopamiz, ochamiz. Uyda hech narsa bersam chiqib qolmadi. Telefonimni oldim, hamma narsamni oldim. Endi eshikni qulflayman. Va tayyor. Va bo'ldi, men ishga ketdim. Va nihoyat do'stlar, men ishdan qaytdim, lekin kayfiyatim ancha yaxshi ertalabgidan ko'ra. Chunki bugun $50 ishlab topdim. Ukam qani? Jimmy. Jimmy, qayerdasan? Jimmy. Soat 7 bo'lib qolibdi. Jimmy oshxonada bo'lsa kerak. Jimmy, qayerdasan? Jimmy. Jimmy. Men qo'riq qilay hozir. O'rtoqlarga qo'riq qilay. O'rtoqlar bor. Assalomu alaykum. Jimmy uyingizdamasmi? Assalomu alaykum. Yo'q, Jimmy bizning uyimizda emas. Qayerga ketganini bilmaysizmi? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rsam aytaveraman. Mayli, rahmat. Do'stlar, hech kim bilmas ekan. Ukam qayerga ketdi? Yo'q. Soat 7 da kechqurun nima qilib yuribdi? Nimaga hali ham uydan kelmagan maktabdan? Soat 12 da kelish kerak edi. Yo'q, Jimmy qayerga ketgan bo'lishi mumkin, ukam. Stop, qo'ng'iroq bo'lyapti. Ha. Sen boss? Samika, meni tanidingmi? Ukang mening qo'limda. Ukam senda? Xuddi shunday. Ukang mening qo'limda. Yaramas. Ukam qayerdasan? Ukam qayerda? Men garajning oldidaman. Aldama, ukam qayerda? Hozir. Garajda dedim. Garajdasilar? Hozir boraman. Yaramas. Hozir boraman. Yo'q do'stlar, Jimmy ukamni olib qo'ydi do'stlar. U bossning oldida. Men tezroq borishim kerak. Buni olib olaman. Ukam yo'q. Tezroq ketishim kerak. Eshikni qulflayman. Ukam yo'q. Garajning oldida eshikni qulflayman, yaxshi. Bo'ldi. O'ylashimcha, ukam shu yerda bo'lsa kerak. Ana, garajni topdim. Yaxshi. Ukam boss? Yaramas, boss. Ukam qayerda? Uni qayerga berib ketding? Samika, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Menga ortiqcha galib qilma, ukam qayerda? Yaramas. Ukangni garajga qamab qo'yganman. Nega bu ishni qilyapsan? Yaramas. Qani, olib chiq ukamni, tez bo'l. Ukang orqadagi garajda. O'shaning birinchisida kirsang, ukang turibdi. Ukangni olish uchun menga $10,000 qarzingni berishing kerak. Hozir yaramas, shu pichoq bilan seni. O'zingni bos. Orqamdagi askarlarni ko'ryapsanmi? Ikkalasi ham qurollangan. Baribir hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Qaytgancha ukangni ko'rishing mumkin. Orqangdagi garajda. Lekin olib ketmaysan. $10,000 to'lab olib ketasan. Yaramas. Uka, yaxshimisan? Tuzukmisan? Ular meni urishdi. Seni urishdimi? Bo'ldi, men seni olib ketaman. Xavotir olma. Faqat tezroq Senga hech narsa qilishgani yo'qmi? Bo'ldi. Yaxshi. Men u yaramasni hozir. Seni urgan bo'lsa hozir xavotir olma, seni olib ketaman. Xo'pmi, shu yerda o'tirib tur, faqat xavotir olma. Xo'pmi, men hozir uni gapiraman. Yaramas boss, nega ukamga teginasan? Unga hatto qo'limiz uchun biz tegizganimiz ham yo'q. Yaramas.
Menga 10 000 dollar to'laysan va ukangni olib ketasan. Sen ahmoqmisan? Qanaqasiga? Bir haftada 10 ming dollar olib kelish mumkin. Yaramas. O'zi oyiga 100 dollar topsam. Qanday, buni iloji yo'q. Men bilmayman. Olib kelsang ukangni olib ketasan. Bo'lmasa menda qoladi va o'ldiraman. Uka, xavotir olma. Men seni bir haftadan so'ng olib ketaman. Tushundingmi? Albatta olib ketaman. Iltimos, tezroq olib keting faqat, iltimos. Bo'ldi, sen xavotir olma. O'zim seni olib ketaman. Faqat madr qilishsa, men o'zim boraman, xo'pmi? Faqat hech narsa qilsa, aytgancha mana pichoqni olib ol. Aytgancha. Pichoqni senga bersam, ular seni o'ldirishi mumkin. Ha, mayli, o'zimda qolaversin. Qara, men seni albatta olib ketaman bir haftadan so'ng. Maylimi? Xayr. Yaramas, boss, men seni hali ko'rsatib qo'yaman. Mayli, yaramas. Kelishdik. Men bir haftadan so'ng senga 10 ming dollarni olib kelaman. Yaramas. Hali ko'rasan. Endi qani topaman buncha pulni? Nimalar qilib qo'ydim? Oy yo'q. Ukamni bir hafta tashlab ketdim bu yerga. Oy yo'q, nimalar qilaman endi? Buncha pulni qayerdan olaman? O'zi oyiga 100 dollar topsam. Bir iloj chiqadi. Hali ham bir iloj chiqadi. Oy yo'q, nimalar qilib qo'ydim? Mayli. Bir ilojni toplar, ukam bir haftadan so'ng olib ketaman. Oy yo'q, men ishona olmayapman. Nahotki shularga men ukamni berib qo'ydim. Nimalar qilib qo'ydim? Oy yo'q. Ukam. Bularni qo'yib olishim kerak. Nahotki bossni nega undan o'zi qarz oldim? Endi o'shani qo'lga kelib ukamni berib qo'yamanmi? Oy yo'q. Bir ilojini topish kerak. Bir hafta ichida unga 10 ming dollarni topishim kerak. Oy yo'q, uni qanday qilish mumkin? Mana shu yerda bo'lsa kerak. Ana topdim. Hey, boss, men senga pullaringni olib keldim. Meni ukamni qo'yib yubor. Ha, Samiko, ko'rganimdan xursandman yana bir bor. Mayli, qo'yib yuborganim bo'lsin. Qo'yib yuborganim bilan muhim pulingni olib kelding-ku, to'g'rimi? Mayli, qo'yib yuborganim bo'lsin. Buni qayerdan olding? U yog'i bilan ishing bo'lmasin, tushundingmi? Men senga pulingni olib berdimmi? Bo'ldi, u yog'iga ishing bo'lmasin. Muhimi pulingni olib keldim. Puling hammasi joyida. Faqat menga ukamni bersang bo'ldi. Keyin boshqa ko'rishmayman degan va'da ber. Mayli. Ukasini qo'yib yuboringlar. Aka. Uka, yaxshimisan? Bo'ldimi? Senga hech narsa qilishgani yo'qmi? Qo'rqmadingmi? Yo'q, qo'rqmadim. Ha, yaxshi. Bo'ldi. Endi boss, bizga boshqa ko'rinmayman deb va'da ber. Mana bu sening pullaring va pullaringni olib ol. Yaxshi, seni qo'yib yuborganim bo'lsin, to'g'rimi? Muhim pullarni berding. To'g'ri. Lekin men senga hayronman. Buncha pulni qanday tez topding? Birov madradan o'g'irladingmi? Menga shuni ayt. U yog'i bilan sening ishing bo'lmasin. Men senga muhim pulingni olib keldirib berdimmi? Bo'ldi. Senga bir haqiqatni aytishim kerak. Jin ursin, yana qanaqa haqiqat? Lekin ikkalang ham o'lasan. Yo'q.